siyosatga kirib kelishingizga nima turtki bo'lgan? Bora bor. Siyosat bilan sen shug'ullanmasang, siyosat sen bilan shug'ullanadi degan. Rahbarlikda adolatmi, qat'iyatmi yoki xalqqa yaqinlikmi? Sizning xarakteringizda qay biri ustun? Sizningcha jamiyat rahbarlardan nimani kutadi? Yana ochiq yuz bilan ushlashni xohlayman. Adolatli rahbarmisiz? Endi ishonch oynaga o'xshaydi-da. Agar sinsa tiklanish qiyin. Haqiqatda deputatlar jamiyat va davlat o'rtasidagi ko'prik hisoblanadi. Shu ko'prik bugun mustahkammi? Sizningcha odamlar nimani qadrlashni o'rganishi kerak? Xalq ovozini davlatga yetkiza olyaptimi? Hech kimga ishonma, hatto o'zingga ham. Mana ba'zi hududlarda deputatni tanimaymiz degan so'zlar bo'ladi-da. Mana bugun siz o'zingiz qilgan ishlaringizdan rozimisiz? Lekin u paytda bizda qonuniy vakolatlar hozirgidek yo'q edi. Umuman yo'q edi. So'z va tasvir loyihamizning ilk mehmoni, yana bir bor tanishtirib o'taman, Abdushokir aka Abdurahmonov. O'zingizning so'zlaringizni aytsangiz. Assalomu alaykum azizlar. So'z va tasvir loyihasining ilk soni va bizning bugungi mehmonimiz xalq deputatlari Sirdaryo viloyati kengashi kotibiyat mudiri Abdushokir aka Abdurahmonov. Abdushokir aka, xush kelibsiz. Rahmat. Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. Mana siz juda ko'p yillar xalq ta'limi sohasida faoliyat yuritgansiz va shuningdek siyosatga kirib kelishingizga nima turtki bo'lgan? Endi bu genimda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi men shu oilaviy shajaramni tugaganimda ko'rdimki, bizning avlodimizdan qozilar, mullalar o'tgan ekan. Shuning uchun ham shu maktabda 10 yil sinfkom, hozir sinf sardori deyiladi, bo'lganman. Keyin jamoat ishida kirishib ketganman. Yoshlar ittifoqida ishlaganman. Bu ishni keyin institutda o'qiyotganimda davom ettirdim. Va institut tugatgandan keyin men 1989-yildan buyon professional siyosat olamida yuribman. Bitta bora bor. Siyosat bilan sen shug'ullanmasang, siyosat sen bilan shug'ullanadi degan. Mana shu xona eshitgandan keyin tanlovni to'g'ri qilgan ekanman deb hozir o'ylab kelaman. Rahbarlikda adolatmi, qat'iyatmi yoki xalqqa yaqinlikmi? Sizning xarakteringizda qay biri ustun? Endi eng muhimi adolat deb o'ylayman. Sababi adolat bo'lsa xalqqa yaqinlik ham bo'ladi, qat'iyat ham bo'ladi. Adolat o'rnini hech narsa bo'solmaydi. Men shunday o'ylayman, chunki baribir rahbarni ro'parasidagi inson birinchi navbatda adolatni istaydi. Sizningcha jamiyat rahbarlardan nimani kutadi? Endi jamiyat rahbarlar avvalambor bu shunday deb qabul qilishi kerakki, xalq xizmatkori deb qabul qilish kerak o'zlarini. Endi rahbarlikni zimmasiga olgan har qanday shaxs avvalambor yetakchi bo'lish kerak. Keyin yangilikka intiluvchan bo'lish kerak. Shundagina rahbarlikni oqlaydi. Rahbar ko'p, lekin haqiqiy rahbar menimcha yetakchi va yangilikka intiluvchan deb bilaman. Xalq ham shuni umid qiladi, shuni kutadi. Mening fikrim shunday bo'ladi. Bugun xalq orasiga kirib bordingizmi? Qalbingiz bilanmi yoki yurak bilanmi? Qalb birinchi navbatda qalb bilan albatta, chunki men o'sha saylov ishlarim bilan, oddiy jamoam bilan yoki mana shu faoliyatim davomida juda ko'p fuqarolar bilan, shaxslar bilan gaplashaman. Ular bilan shu yuzma-yuz bo'lgandan keyin yana qaytib kelganimda yana ochiq yuz bilan ushlashni xohlayman. Va shunga birinchi uchrashuvda mana shunga harakat qilaman. Shu ma'noda hozir endi qanchalik xalqqa yaqin bo'lganligimni, xalq qanchalik meni o'ziga yaqin tutganini men baho bera olmayman, lekin men har qanday jamoani oldiga, o'zim xizmat qilgan jamoa oldiga hozir ochiq yuz bilan bora olaman. Mana shu mening yutug'im. Asosiy mezoningiz. Shunday. Bugun hududlarda hal qilinish kelgan asosiy muammolar nima deb o'ylaysiz? Endi muammolar, va o'sha muammolarni ichiga kirib bora oldingizmi? Qay darajada? Endi muammolar odamzod turli kasb odamlarning muammolari ko'p bo'lganda, muammolar ham ko'p. Endi eng muhim muammolar bu albatta hozir ijtimoiy muammolar.
ta'lim tarbiya, bandlik masalasi, tibbiyot masalasi. Keyin oddiy insonlarni bilasizmi, bir maslahat tarzida ham aytiladigan muammolar ham bor-da. Shu ma'noda shu albatta har qanday yig'ilishga, har qanday uchrashuvga bir qandaydir ichki tayyorgarlik bilan boraman. Ortiqcha va'da bermaslikka harakat qilaman. Shu juda bir zarur bo'lsa, nima deymiz, noan'anaviy yo'l tutib ham harakat qilaman, masalan yechishga. Lekin hamma muammoni ham yechishga men ham hech kimda qurib yetmaydi avvalambor. Lekin qandaydir darajada shu yordam bergan bo'lsam, bu mening yutug'im deb o'ylayman. Va shunga harakat qilaman doim. Sizningcha jamiyat rahbarlardan ko'proq nimani kutadi? Ko'proq bilasizmi, adolatni kutadi baribir. Adolatni kutadi. Adolatli rahbarmisiz? Shunga harakat qilaman. Buni qanchalik eplayapman buni bilmayman, lekin shunga harakat qilaman. Hozirgi kunda odamlarda, ya'ni fuqarolarda ishonch tugmasini tiklash uchun nimalarga harakat qilyapsiz? Endi ishonch oynaga o'xshaydi-da. Agar sinsa tiklanish qiyin. Avvalambor va'da bermaslik kerak. Quruq va'da berib, populizm orqasidan yugurib, soxta obro' orttirishdan chekinish kerak. Shundagina o'sha ishonch o'sha har qanday do'stga, bu fuqaroga, qabulingizga kelgan har qanday insonga bu saqlanib qoladi va bir umr bo'ladi. Men mana shu odamga borganimda shu masala hal bo'lganda bitta masala hal qilgan bo'lsangiz, o'sha bir umr esda qoladi. Shuning uchun ishonchni bir marta yo'qotdingizmi, keyin uni tiklash qiyin. Yuqorida aytdim-ku, har oynaga o'xshaydi. Singandan keyin uni tiklash qiyin. To'g'ri. Chunki aytishadi-ku, odamlar bilan munosabatlarda ham oyna. Agar siz o'sha insonga yaxshilik qilsangiz, oynangiz toza turadi. Agar insonlarga yomonlik qilsangiz, oynangiz kir bo'lib qoladi deydi. To'g'rimi? Shunday. Endi bilasizmi, bugun mana saylovlar bo'lyapti. Saylovlarda xalq ishonchi bilan deputatlar saylanyapti-da. Shu deputatlarni saylagan xalq ulardan nimanidir kutadi va o'zlarini qandaydir muammolarini hal qilishni xohlaydi deputat orqali. Haqiqatda deputatlar jamiyat va davlat o'rtasidagi ko'prik hisoblanadi. Shu ko'prik bugun mustahkammi? Endi viloyatimizda 940 ming aholi bor. 500 ming shu 18 yoshdan yuqori saylash huquqiga ega insonlar bor. Shular orasidan 40 ta viloyat kengashi deputati saylangan. Men deputatlar bilan gaplashganimda, sessiyada so'zga chiqqanimda, birinchi so'zga chiqqanimda so'zlaganman, Erkin Vohidovning O'zbekiston xalq shoirining deputatlarga she'ri bor. Sizni xalq sayladi, qilmadi suyuk, balki yelkangizga yuk ortdi buyuk. Shuncha aytamanki, shu mana shu yuk muborak bo'lsin sizlarga deyman. Endi xalq mana shu har bir deputat, yuqorida aytib o'tdim, 901 millionga yaqin aholi bo'lsa, demak har bir deputatning orqasida bugun 20 ming, 25 ming fuqaro bor. 10 ming, 12 ming saylovchi bor. Mana shunaqa mas'uliyatni zimmasiga ola olgan deputatdan albatta xalq rozi bo'ladi. U to'liq bajarmasligi mumkin o'z vazifasini. Lekin mana shu mas'uliyatni zimmasiga olib, bunda javobgarlik nafaqat bu dunyoda, u dunyodan borligini his qilsagina xalq u deputatni qo'yib yubormaydi. Demak, xolislik muhim. Albatta, albatta. O'zi deputat deganda xalq ongida qanaqa obraz mavjud bo'lishi kerak? Bizda endi shunday bir baribir xalqimizning huquqiy hozirgi darajasi shuni ko'rsatadiki, deputat birorta muammoni hal qilib beradi deb o'ylaydi. Lekin aslida unday emas. Aslida xalq ham o'zini haq huquqini bila olishi kerak. Kimdan nimani so'rayotganini anglashi kerak. Endi biz mana shunday tizimga qilyapmiz. Mana hozir oyning oxirgi 10 kunligida deputatlarimiz saylov bilan uchrashadi. Shu aholining muammolarini biz to'playmiz va o'sha viloyat kengashida qabul qilingan dasturga kirityapmiz. Shu orqali xalqning muammolarini hal qilishga deputatlarimiz hissasini ta'minlayapmiz. Mana shu yo'lda biz shunaqa vektor olganmiz va shuni ishda amalga oshiryapmiz. Xalq shunga qarab o'zini deputatlariga shunga qarab mana 1 yil bo'ldi.
baho berib boryapti. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana aynan shu yilda islohotlar nafasi ufuryapti-da, ko'chalarda yangilanishlar, asfaltlar qilinishi, mana yo'llarda ko'zi ojizlar uchun, nogironligi borlar uchun avtobuslarda panduslar, shularga ham deputatlarning aloqasi bormi? Albatta. Mana biz Chunki deputat xalq ovozini eshittiruvchi kuch hisoblanadi. Mana bitta misol keltiraman. O'zim misolimda, bu har bir deputatimiz bunday misol keltirish mumkin. Yaqinda Xovos shaharchasiga Do'stlik mahallasiga borganimda, o'sha piyodalar yo'lagiga 400 metr bitmay qolgan ekan. Keyin endi 400 metr yo'l baribir katta yo'ldan o'quvchilar kelib harakat xavfsizligiga va ta'sir ko'rsatadi. Mahalla raisi masalan qo'ygandan keyin shu mutaxassislar yordamida boyagi loyiha smeta hujjatlarini qildim. Endi juda katta summa chiqib ketdi, gapni ochig'i. 550 million so'm chiqib ketdi. Keyin viloyatimiz rahbariga kirib masalan qo'ygandan keyin xalq uchun qilib beramiz dedilarda, 550 million pul ajratib berdilar. Bunaqa misollar juda ko'p. Mana bu yil dozda masalan 1 trillion 300 milliard so'm viloyatimizdagi ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga deputatlarning manzilli dastur asosi ajratildi. Shu jumladan mana 42 ta maktab, 45 ta maktabgacha ta'lim muassasasi, 18 ta tibbiyot birlashmalarimiz ta'mirdan chiqyapti. Mana uylarimiz bazalt qoplamasi bilan qilinyapti. Yo'llar, ichki yo'llar, juda ko'p ishlar qilinyapti. Bu hammasi deputatlarimiz tomonidan viloyat kengash sessiyasida, tuman kengash sessiyasida tashabbuslar va takliflar asosida, dasturlar asosida bo'lyapti. Dasturlar asosida bo'lyapti. Demak, xalq bilan aloqamiz bor. Men shunday deb o'ylayman. Endi qanchalik darajada mumkin hamma joyda bir xil bo'lmasligi mumkin, lekin umumiy biz og'riqli nuqtalarni topib, shu masalani kiritish kerak qilyapmiz. Mana shunaqa haqiqatdan ham shahrimizda mana bazalt qoplamalar qoplanib, ko'p qavatli uylarni fasad qismi go'zallashdi, yo'llar haqiqatda yangitdan ta'mirlandi, juda ham ko'p o'zgarishlarda. Albatta. Shu o'rinda sizningcha odamlar nimani qadrlashni o'rganishi kerak? Endi avvalambor shu kunlarda qadriga yetishimiz kerak, shukur qilishimiz kerak. Keyin odamlarimiz bilasizmi, vaqtni qadrlash kerak. Vaqt o'tkinchi juda. Masalan, har bir insonni dunyoga kelishda bir qandaydir bir ma'no mazmun bor. O'sha ma'no mazmunni topishimiz kerak. Va juda vaqt qisqa. Agarda kechqurun yotishdan oldin shu nima qildim degan savolga shu barmoqlarimni sanagan paytimizda barmoqlar yetmay qolsa, shundagina shu kun xayrli bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun odamlarimiz vaqtni qadrlashlari kerak va bir-birini qadrlashlari kerak. Demak, siz hayotingizda vaqtni juda ham qadriga yetasiz deb o'ylayman. Va shu o'rinda menda bir savol tug'ildi-da, hayotingizda sizga juda katta bir dars bo'lgan nima, xatomi yo biror narsa uchratgan odamlarning ichida kimdirni hayotimi nima dars bo'lgan, juda katta dars bo'lgan biror narsani aytib bering. Endi bilasizmi, bunaqa misollar keltirishim mumkin, chunki men bir topshiriq berganimdan keyin yoki biror gapni aytganimdan keyin ishonib qolganim ko'proq menga dars bo'lgan. Bu juda ko'p keltirishim mumkin. Shuning uchun biror kishiga ishonishdan oldin, o'shanga amin bo'lishdan oldin baribir o'zim 2-3 marta sinab ko'rmasam bo'lmaydi. Shunday bir xulosa qilganman. Shuning uchun shunday bir shior qilganman, keyin o'zimga hech kimga ishonma, hatto o'zingga ham. Bilasizmi? Mana shu juda ko'p pand ekanman. Ishonib qolib, bu shaxsiy hayotda ham, bu ishda ham, bu mana shu karyerada ham, shu ta'limda ham menga juda ko'p pand bergan, ishonib qolganim. Lekin shuning uchun shunday o'zingga ham ishonma, hatto o'zimga ham ayrim paytda ishonmay, o'zimni ham qayta nazorat qilishga majburman. Bu hayotda menga bergan sabog'i. Saboq bo'ldi deng. Mana yurtboshimizni tashabbuslari bilan xotin-qizlarga juda ham ko'p dasturlar ishlab chiqilyapti. Ularni yashash tarzini yaxshilanishi, faolligi. Shu o'rinda xotin-qizlar faolligini oshirish yuzasidan deputatlar kengashi nima ishlar qildi? Endi har bir jamiyatning madaniy darajasida ayollarga bo'lgan munosabat deb o'ylayman. Muhtaram prezidentimiz shu 2017-yildan buyon mana shu har bir qarorlarida ayollarga e'tibor, xotin-qizlarga e'tibor, juda katta e'tibor beradilar. Misol uchun men o'zim shu kechki
smenada dars beraman universitetda, haftada bir kun. Guruhda masalan 100 ta talaba bo'lsa, shundan 80 tasi xotin-qizlar. Bu ham islohot namunasi. Endi mana agarda bevosita savolingizga javob beradigan bo'lsam, masalan biz deputatlar oldingilar ham shu kam ta'minlangan xotin-qizlar kontrakt to'lovini to'lashga yordam berdik. Bundan tashqari ayollar daftariga kiritilgan hayotda qandaydir qiyinchilik uchragan xotin-qizlarimizga biz har oyda o'sha viloyat byudjetidan mablag' ajratib berib turamiz va uni nazorat qilib turamiz. Bundan tashqari albatta turli tanlovlarda, turli ko'rik tanlovlarda ayollarni shu ta'sirini oshirish uchun, ularni qamrovini oshirish uchun biz asosiy ustuvor yo'nalish qabul qilganmiz. Bundan tashqari mahallaga tushgan paytimizda ham o'sha ayollar muammosi biz uchun birinchi o'rinda turadi. Albatta ajrimlar, bundan tashqari faol ayollar jalb qilgan holda masala hal qilishga harakat qilamiz. Chunki baribir jamiyatdagi muhit ayollarga bog'liq. Agar ayollar o'sha erkaklarda nima deymiz, shu yonlarida turib tursa, shunda jamiyat shu yaxshi rivojlanadi deb o'ylayman. Mana hozir aytyapsizda, faol ayollarni biz ko'proq taklif qilamiz deyapsiz. Faqat faol ayollarni taklif qilasizlarmi yo bir xil ayollar bor, haqiqatda tashvishi bo'la turib, ish qoqmagan ayollar bor. Shularga ham qandaydir e'tiborlar bormi? Keyin boya aytib o'tdingiz, biz yordamlar beramiz deb. U qanaqa yordam? Bir martalik yordammi yo doimiy o'zini qandaydir bir ish bilan ta'minlashi mumkin bo'lgan yordamlarmi? Endi faol ayollar deganda men shu faol ayollar yordamida boshqa ayollarga ham ta'sirini demak faol ayollarni o'zlariga yordamida, chunki ularda baribir ayolni bir-biri tezroq tushunadi. Endi ikkinchi savolingizning ikkinchi qismiga, masalan, ayollar daftari dedik. Turgan ayollar bu bir martalik yordam bo'lmaydi albatta. To ayol o'zini tiklab hayotda rozi bo'lmaguncha barib qo'ymaymiz. Shu tizimda ishlar olib boriladi. Masalan, kredit bo'lmasa mashinka olib beriladi yoki kasb o'rgatiladi yoki bir aytaylik o'qishga kirishga yordam qilinadi. Eng bizga hozir ustuvor yo'nalish shu oliy ta'limga qamrab olish bo'lyapti. Shuning uchun biz xotin-qizlarni o'sha kvotalar olinishda, ularni kredit va kontrakt to'lovlarini to'lashda ham biz o'sha qattiq e'tibor qaratyapmiz. Shuning uchun bu davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Buni biz faqat rahbarlar, balki shu oddiy turmush o'rtoq erkak ham buni his qilish kerak deb o'ylayman. Demak, ayollarni jamiyatda faol bo'lishlarini ta'minlashda harakat qilyapsizlar. Albatta. Shu o'rinda mana aytishadiki, deputat kuchli ovoz sohibi bo'lishi kerak va fuqarolarning, shu aholining ovozini davlatga yetkazuvchi deyiladi. Shu o'rinda shu viloyatimizdagi deputatlar xalq ovozini davlatga yetkaza olyaptimi? Qanday takliflar, qanday chora-tadbirlar ko'rilyapti? Endi viloyat kengashida 40 ta deputatimiz bor. Bundan tashqari tuman shaharlarimizda ham 230 nafar deputatimiz bor. Bugun 270 ta nafar deputatimiz bu xalqimizni shu davlatni boshqarishdagi vakillari hisoblanadi. Har qanday hozir shunday bir tizimga yo'l qo'yilgan, har qanday mablag', masalan, har qanday dastur agar kengashlar roziligini olmasa, bu joriy qilinmaydi. Bu yurtboshimizning farmonlarida, qarorlarda ko'rsatilgan. Shuning uchun mahsulot bizda 2 barobar ko'p. Albatta, mana shu dasturlarni tuzishda ayrim paytda bir tomonlama ko'riladi, ayrim paytda oxirigacha o'ylanmay ta'qib qilingan dasturlar bo'ladi. Lekin baribir biz o'sha muhokama jarayonida biz harakat qilamiz. Birorta dastur shu pishmagan dastur o'tib ketmaslikka harakat qilamiz. Bu suv ta'minoti bo'ladimi, gaz ta'minoti bo'ladimi, yo'l ta'minoti bo'ladimi? Hozir bizni sessiyalarimiz onlayn kuzatib olish mumkin, bemalol. O'shanda biz qaysi mahallada nima qilinadi o'zi, qaysi tumanda nima, mana kecha bo'lib o'tgan sessiyamizda biz o'sha har bir tumandan 2 tadan mahallani Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla tashkil qilish bo'yicha dasturni qabul qildik. Chekka mahallalar va ertaga shahar darajasiga chiqadigan mahallalar tanlab oldik, 16 ta mahalla. Bunga davlatimiz tomonidan davlat rahbari hozir har bir mahallaga o'sha tanlab olingan mahallalarga 5 milliard so'mdan pul berildi. Bundan tashqari 2 ta tumanimiz, Sirdaryo tumanimiz, Sardoba tumanimiz Yangi O'zbekiston qiyofasiga tumanlar qatoriga kiradigan bo'ldi. Ularga ham 100 milliard so'mdan pul ajratildi.
Bu ham xalqqa berilgan imkoniyat deb o'ylayman. Albatta qolgan mahallalarimiz ham navbatma-navbat bu jarayonlar davom etadi. Biz tajriba orttirish jarayonini shunday qilyapmiz. O'ylaymanki, o'sha har bir xalqimizda aytgan fikrlari, muammolari izsiz qolmaydi, bunga ishonaman. Mana ba'zi hududlarda deputatni tanimaymiz degan so'zlar bo'ladi-da. Xalqni ishonchini oqlash uchun deputat o'zi nima qilish kerak? Xalqning oldiga borish kerak avvalambor. Xalq bilan yuzma-yuz Xalq bilan yuzma-yuz bo'lish kerak. Bu to'g'ri. Endi masalan har birimizni ortimizda 12 mingdan 15 ming saylovchi bor. Biz endi 12 ming odam tanimasligi mumkin. Bu tabiiy hol. Chunki imkoniyat yo'q. Buni iloji ham yo'q. Lekin o'sha deputatimiz borib o'z okrugida bitta muammoni hal qila olsa, bir oyda bitta muammo hal qila olsa, bir yilda 12 ta muammo hal bo'ladi. Bu deputat darajasidagi muammolar. Menimcha 5 yilda bemalol xalqni o'ziga tanish imkoniyat bor hammada. Endi deputatning mas'uliyatiga bog'liq bu. Xalqqa emas, deputatning mas'uliyatiga bog'liq. Shuning uchun biz reyting tizimini joriy qilganmiz. Viloyat kengashi deputatlarini faoliyat samaradorligini aniqlash bo'yicha buni nizomni ishlab chiqqanmiz. Reyting shartlarida ko'p emas, o'sha deputat maqomi to'g'risida qonunda nima berilgan shuni qo'yganmiz. Faol deputatlarning ishini biz ommalashtiryapmiz. Ularni tuman deputatlari bilan, shahar kengashi deputatlari bilan uchrashtiryapmiz. Mana deputat qanday bo'lish kerak degan savolga javob topishga harakat qilyapmiz. Lekin bu ham hali niyatlarimiz amalga oshmagan emas, izlanishdamiz, intilishdamiz. Chunki 5 yil oldingi deputat bilan hozirgi deputat yo'l bilan osmoncha farq bor. Men o'zim dastlab 1994-yil shahar kengashi deputati bo'lgan ekanman. Lekin u paytda bizda qonuniy vakolatlar hozirgidek yo'q edi. Umuman yo'q edi. Yilda 3 marta sessiya bo'lardi. Yo'q 4 marta sessiya bo'lardi. Hozir bir oyda biz majbur bo'lyapmiz masalalar ko'pligidan. Chunki jarayon ketyapti, xalqimizni nima deymiz, talablari yuqori. Shuning uchun biz har oyda kamida 2 ta sessiya o'tkazyapmiz. Oldin yilda 4 marta bo'lgan sessiya, hozir bir yilda faraz qiling 20 tadan oshiq sessiya bo'lyapti. Demak, bu ham o'sha muammolar ko'pligidan va uni yechimi tezkorlik va shartligidan kelib chiqyapti. Mana hozir keltirib o'tdingiz, deputatlar vakolatlari. Shu haqida so'zlab bersangiz, bizga ham shaffoflik va deputatni xalq bilan orasidagi masofani qisqartirish uchun asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Shular xususida ham so'zlab bersangiz. Mana shaffoflik to'g'risida gapirdingiz. Mana har qanday dastur, masalan, qabul qilinishdan oldin albatta 10 kun yoki 15 kun umumxalq muhokamasi turadi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda, internetda ko'rishingiz mumkin. Xalq muhokamasidan o'tgandan keyin rozilik olinsa yoki qat'iy norozilik bo'lmasa, o'shandagina sessiya kiritiladi. Bu reglamentda ko'rsatib qo'yilgan. Demak, xalqimiz masalan qabul qilinadigan qarorlardan oldin ham, keyin sessiya jarayonidan ham, keyin sessiyadan keyin ham bemalol tanishish mumkin. Endi qanday bir ishlarni amalga oshirish kerak deputatlarimiz, qanaqa vakolatlari bor degan ma'noda aytyapsiz. Hozir deputatlarimiz uchun hamma eshiklar ochiq. Chunki qonunda o'sha har qanday rahbar har qanday vaqtda deputatni qabul qilishga majbur va uni savollarga javob berishga majbur. Bunda bizda deputat so'rovi degan bizda vakolat bor. Biz muammo yuzasidan mana biz rahbarlarga, mas'ul rahbarlarga so'rov jo'natamiz. Ular 10 kun ichida javob berish kerak. Agar 10 kun ichida javob bermasa, ma'muriy kodeksga muvofiq javobgarlik tortiladi. Mana biz tahlil qildik. Mana shu o'tgan 10 oy davomida 128 ta deputat so'rovi jo'natilgan. Afsuski, ularni ijobiy hal qilinishi juda past. 53% faqat ijobiy hal qilingan. Nega? Qolganlari jarayonda turibdi. Masalan, mablag' talab qilinadigan masalalar bor. Ular kelgusi dasturga yoki mablag'ga qarab bajariladi. Lekin bu degani bajarilmaydi emas. 128 ta deb so'rov, albatta biz buni oxirigacha yetkazamiz. Sababi har bir so'rovni orqasida saylovchilar turibdi. Hozirgacha faqatgina biz kecha mana viloyat kengashi sessiyasida muhokama qildik. 53% so'rovlarga ijobiy hal qilingan. Hozirchalik. Hali vaqtimiz bor, imkoniyatimiz bor, lekin baribir biz nazoratni birdan ham qo'llanishga haqqimiz yo'q. Mana siz juda uzoq vaqt rahbar bo'lgan inson sifatida yosh rahbarlarga qanday maslahatlar berasiz? Bitta maslahatim ham qalbingizdagi mana asosan yoshlarga ham ko'p e'tibor qaratilgan.
qalbingiz bilan yoshlarga nima deya olasiz? Yoshlarga qanday murojaat qilgan bo'lardingiz? Hayot yo'llarini shu qanday nima deydi, lider sifatida o'tkazishlari uchun. Bitta so'zim bor, aytmoqchiman. Sizlar amalni orqasidan qilmanglar, amal sizlardan orqangizdan qilsin. Prezidentimiz aytdilarki, har bir rahbar har kuni o'sha joyga munosib ekanligini o'z ishi bilan isbotlashi kerak. Har kuni. Mana shuni aytmoqchi edim. Agar shu o'rinda mana sizni ijodkor insonligingizni bilamiz, ko'p kitob o'qishingizni ham bilamiz. Siz oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? Va hayotingizda agar siz haqingizda kitob yozilsa, sarlavhasi nima bo'lgan bo'lardi? Hozir men ko'proq falsafiy kitoblar o'qiyapman. Kaptoqchaga yaqinda G'azoliyni Qulub degan asarini o'qib bo'ldim. Falsafiy kitoblar ko'p o'qiyapman. Endi kitob to'g'risida men o'zimning hayotimda kitob boshlaganman. Kitob nomi O'g'lim bilan suhbatlar. Nima uchun desangiz, endi bir kun shu kelajak to'g'risida o'g'lim bilan bahslashib qoldik. Keyin men nega unday deyapsan desam, aytdiki, dada, men o'g'il sifatida sizni yelkangizga o'tiribman hozir. Chunki men uzoqroqni ko'ryapman, dedi. Keyin men hayron qolib tan berdimda, indamadim. Keyin aytdim, baribir hayot to'g'risida shu to'g'risida kitob yozsam, baribir o'qigan odam kelajakdan ko'ra olish kerak degan bir g'oya paydo bo'ldi. Shuni kitob nomini O'g'lim bilan suhbatlar deb qo'ydim. Kitob jarayonini yozish qiyin kechyapti, gapni ochig'i. Mundaraja tayyor, boshlanish tayyor, lekin har bir jarayonga hozirgi qarash va o'tgan qarash bilan falsafiy qarashni aralashtirish qiyinroq kechyapti. Baribir menimcha tayyor bo'lib qoladi. Sizni shu kitobingiz dunyo yuzini ko'rganda o'qishni xohlaymiz biz ham. Va shu o'rinda hozir o'ylab qoldim. Siz kitob yozish jarayonida o'zingizdan rozi bo'ldingizmi? Endi rozi bo'lishim. Kechirgan hayotingizdan, qilgan ishlaringizdan. Endi hozir men masalan orqaga qarab turib, masalan 35 yillik siyosiy olam, undan tashqari yana 25 yillik o'qish, ta'lim, umumiy rejam bajarilgan. Umumiy maqsadim to'g'ri ketyapti. Bundan ko'nglim to'q. Lekin hali qiladigan ishlarim ko'p. Mana shuning uchun men to'xtab qolishga, o'qishdan, izlanishdan to'xtab qolishga haqqim yo'q deb o'ylayman o'zim. Yurtimizda yangilanishlar, islohotlar, shular odamlar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida bir chekkadan turib nazar solgan inson sifatida so'zlab bersangiz. Men chekkadan turib nazar sola olmayman. Chunki jarayon ichida yuribman. Buni iloji yo'q, imkoni yo'q, lekin baribir o'zgarishni ko'rmaslik mumkin emas. Fikrda, dunyoqarashda, ishda, masalan, oddiy madaniyatdan ko'rinishi mumkin bu masala. Endi yuqori darajada ko'rmaylik, oddiy munosabatlarda. Mana bugun suhbatimiz ham bemalol ochiq gaplashganimiz islohotning mevasi deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun bu jarayonni ko'rmaslik mumkin emas. Rahbariyat bu boshqaruvmi sizningcha? Yo munosabatmi? Yoki xizmatmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi avvalambor har qanday rahbar avvalo jamoasining va jamoa orqali bir aholining ma'lum bir qatlamining xizmatkori deb o'ylayman. O'shani tushunsagina u haqiqiy rahbar bo'ladi. O'shani tushunsagina, o'shani mohiyatini anglab yetsagina uni ishi yurishadi. Bo'lmasa ishi yurishmaydi. Men ko'p rahbarlar ko'rganman. Shu og'irni ustidan, yengilni ostidan yurishga harakat qilishadi. Sezilib qoladi. Ularning keyin rahbarlik umri uzoq bo'lmaydi. Chunki yoshlarga o'zi rahbarlik yaxshi inson bo'lishmi yoki muvaffaqiyatmi? Yaxshi inson bo'lish, albatta. Inson bo'lish. Har qanday muvaffaqiyatli inson bu yaxshi inson deb bilmayman. Avvalo yaxshi inson bo'lishimiz kerak. Chunki yaxshilik ketmaydi baribir. Shuning uchun rahbarlik avvalo yaxshi inson bo'lish bu eng muhim. Unda rahbar sifatida eng birinchi o'ringa qo'ygan tamoyilingiz nima? Mas'uliyat. Mas'uliyat. Agar mas'uliyat zimmasiga olmas ekansiz, bu
javobgarlik katta. Men bir Nizomul Quddus siyosatnoma asarini o'qiganman. Shunda bir jarayon bor. Bir podsho, buni rahbarlar ko'p aytib beraman. Bu podsho o'limidan oldin o'g'liga aytadiki, 3 kundan keyin tushimga kiraman deydi. Lekin 3 kun kutadi o'g'il, 1 oy kutadi, tushga kirmaydi. 12 yildan tushga kiradi. Keyin otasidan so'raydi, otajon, siz menga 3 kunda tushimga kiraman deb va'da berganingiz degan bunchalik bo'lsa, o'sha payt podsho aytib beradiki, bir kun ko'prikdan ketayotganda bir taxta singan ekan, ko'prik taxtasi. Ustaga aytdim, shu to'g'irlab qo'ygin deb. Lekin vaqtida to'g'irlamagan ekan, bir mol o'tishda kirib oyog'i singan, shu bitta oddiy molni oyog'i singaniga men 12 yil Alloh taolo javob berdim degan ekan. Demak, mas'uliyat bo'lmasa bu bo'lmaydi. To'g'ri. Mana bugun siz o'zingiz qilgan ishlaringizdan rozimisiz? Albatta. Chunki bilasizmi, mana shu do'stlarimga qarab, hamrohlarimga qarab, ularning ochiq chehrasiga qarab, keyin men tanimagan yoshlarni ko'rib ustoz deb, men masalan ustozlik ham qilganman, ustida dars berganman, xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i bo'lganman. Ustoz deb ko'rishlari, meni salomlashlari, demak, meni tan olganlarini bilib o'zimdan o'zim rozi bo'lib ketaman. Shuning uchun Allohga shukr qilaman hozirgi kunimdan. Mana hozir kitob o'qishga juda ko'p anavlar bo'lyapti, motivatsiyalar, treninglar, hammani kitob o'qishga jalb qilish. Siz juda ko'p kitob o'qigan inson sifatida yoshlarga nima maslahat berasiz? Kitobga qiziqtirish uchun nima qilish kerak? Yaxshi kitoblar bo'lish kerakmi yoki yaxshi o'quvchi bo'lish kerakmi? Endi bilasizmi, kitob o'qish uchun o'zi har bir odam o'zida qanaqa muammosi bor, qanaqa ehtiyoji bor, shuni aniqlab olish kerak. Shunga mos kitobni qidirish kerakki. Hamma kitobni o'qish kerak emas. Demak, hamma kitobni tanlash kerak emas. Yo'q, o'zingizga, muammongizga, o'zingizga ehtiyojingiz, o'zingizga qiziqishingizga mos kitob tanlab topish kerak, qidirish kerak faqat. Shundagina kitob o'qigandan juda kitob ko'p, lekin tanlab o'qish har kimning qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun ham o'sha hayotdagi savollarga javob topilmagandan keyin bitta kitob o'qigandan keyin ikkinchisiga o'tmayapmiz. Mana shuning uchun hayotdagi savollarga javob topadigan kitobni qidirib topish va har kimning hozir imkoniyat bor. Savolni qo'ying, sun'iy intellekt orqali sizga kitoblar ro'yxatini chiqarib beradi, xohlasangiz o'qing. Bejizga sizga kitoblar haqida savol bermadim. Chunki o'ylashimcha, yetuk rahbar bo'lish uchun avvalo inson juda ko'p bilimi bo'lishi kerak, ko'p kitob o'qigan bo'lishi kerak deyman. Chunki kitoblardagi voqeliklar albatta bizni hayotimizda ro'baro bo'lamiz. Har bir inson o'ylashimcha kitoblarni ko'p o'qigan inson muammolardan ham tez chiqib ketadi deb o'ylayman. Chunki kitoblarni ham boshida nimalardir o'tkazgan, nimalarnidir ko'rgan insonlar yozgan. Shuning uchun ham sizga kitob haqida ko'p savollar berdim. Ajoyib suhbat uchun sizga tashakkur. Rahmat. Azizlar, vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. So'z va tasvir loyihamizning ilk mehmoni yana bir bor tanishtirib o'taman. Abdushokir aka Abdurahmonov, o'zingizning so'zlaringizni aytsangiz. Avvalambor rahmat mana shu yaxshi suhbat uchun. Bilasizmi, hozir odamlar nimani unutib qo'ydi? Eshitishni unutib qo'ydi-da. Mana hozir gaplashib o'tiribmiz. Agar kimdir eshitib o'ziga xulosa olgan bo'lsa, demak, mana shu jarayondan biz mamnun bo'lamiz. Endi mana bizni eshitgan, ko'rayotgan insonlarimizga aytmoqchimanki, biz davlatimiz yosh davlat. O'z jahonda o'zini o'rnini topib boryapti. Biz hech qachon kimning avlodi ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Va nafaqat unutmasligimiz kerak, ularga munosib bo'lish harakatini hozirdan, bugundan, mana shu soatdan boshlashimiz kerak. Buning uchun o'qishimiz, izlanishimiz kerak. Men yoshlarga alohida bir murojaat qilmoqchiman. Sizning tengdoshlaringiz Amerikada, Yaponiyada dunyo muammolarini yaratadigan yangiliklar qilishyapti. Biz esa ayrimlarimiz shu mashina olaman, yaxshi joyda bir to'y qilaman degan tashvishlanib yuribmiz. Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman, o'qinglar, izlaninglar. Chunki davlat, jamiyat, o'zbek xalqimizda davlatimizda yashaydigan har bir fuqaro sizdan juda ko'p yangilik kutyapti. Buni hech qachon unutmanglar. Shuning uchun izlanishdan prezidentimiz aytadi, najot ta'limda deydilar-ku.
Shuning uchun mana shu najot hech qachon esimdan chiqmasin. Shuni aytmoqchi edim. Katta rahmat sizga. Ko'rishguncha azizlar, sizlar bilan bugun men Xurshida Nishonova.